Bizning traditsiyaga kirdi deb aytayım. Biz temir yo'llig'in, jirlig'in qaraymiz. Anda yaxshiroq ko'rinadi deb aytayım endi. Hokimiyatning nelari o'rinbosarlari bilan deb aytayım. Avul jirlik yetakchilari bilan har bir nelarin estafetni palichka deb aytadilar bütünde. O'zlarining jirlig'in har birine ko'rsatib, inspektorlarimizdan biz oldik. Bor bizda ularga bütün mana shu turkalgan nelarini deb aytayım endi huquq buzuvlarini ko'proq, конечно, bizning nelarimiz bor. Pretenziyamiz deb aytayım endi nega yashovchi xalqimizga da mana yurt yuralari yig'ishtirilmagan bog'chachiliklarga, anda garajni kooperativlar deb aytgan bizlarni boshqacha aytib bo'lmay, anda ko'proq mana shubliklar yetarli. O'tgan yilni 24 soni bo'lsa, mana bek ko'p endi to'g'ri oshlangan edi. Bu yil aytayim ko'p shubliklar yo'q. Bulay mana zo'rlari deb aytayim men anada. Bulay bor vaqt yo'q. Ularni yig'ishtirishga kerak. Nelarni mana aytganda xo'jasi yer bo'la olmay bitanda. Qaysidir hokimiyatlikka kira, isполкомlarga deb kira deb aytayim endi rayonlarga. Mana ular ayrim aytayim temir yo'lni ularga mana rahmatimni bildirasiz kelar. Ko'pgina ulushlarni kiritalar, yil sayin, yil ko'lamida ularga gil tartib solib turarlar. Ularga bulishuvchilarda ko'p deb aytayim endi bular ikkinchi yag'in qaraganda. Mana yil bilan konteynerni vaqtida chiqarmasan ekan endi butun yil bilan ishib, tag'in ularning yerini to'zdira. Mana ular yag'indan da ular tarafından neler bor endi deb aytayim, pretenziyalar bor. Mana bizning avul jirliklarine aytdik endi 23 qadar kun sayin shahar ko'lamida bizning mana qadar bora, sredniklarda bora, subotniklarda uyushtiriladi deb aytayim. 23 qadar biz ularga vaqt beramiz. Kisatu deb aytdik endi. Ondan so'ng endi shu mana huquq buzilgan nelarga biz ularga ishtirokga torttirga tegish bo'lamiz deb aytayim. Ularga aytdik biz ularga. Men aytayim, sizning vaqtingiz bor. Yig'ishtirasiz. Sizga ishtirokdan o'rinlarga bo'la, aysi yo'q ekan, ishtirokga biz ulardan tortishamiz. Shu men ularning ishtiroklarini kelganda 10 mingdan 30 mingga qadar, yuridik zotlarga kelganda 100 mingdan 200